masjidimizda hashar tinim bilmayaptilar. Nafaqat ular, masjidimizni barcha xodimlari, noiblarimizdan tortib barchalar, o'zimiz ham shu joyda namozga chiqib turgan aka-ukalarimiz, dodalarimiz, shu mahalla ahlimiz masjidimizda katta hasharlarda hayitdan 2 kun oldin boshlovdik. Hayitni o'tkazib, bayram ta'til kunlarini o'tkazib, yana boshlab, Xudo xolasa mana bugun dam oldik. Ertaga shanba kuni oxirgi hasharimiz. Bitta hayit esa bitib ketadigan ishimiz qoldi. Shunda masjidimiz to'laligicha bahor yangi bir faslni nafaslariga bir tayyor holatga keladi. Ana u ko'prik oldida mana anhor tomonga bir boqdingizmi? Anhor paydo bo'ldi. Ana o'sha anhor bu Allohning in'omi. Hasharlarda qatnashgan hammalarga rahmat aytamiz. Qurigan shoxlarni kesib, suv ichida qulab tushganlarni, shunday xatarli tarzda kesib chiqqanlarimiz bor. Chiqindilarni tashagan, transport vositalarini jalb qilib bergan, avtoturargohni cho'kkan qismi bor edi. Mashinalar yursa tegib qoladigan u joyni yamab berdilar, baraka topsinlar. Obodonlashtirish boshqarmamiz ularga mana shu masjidimiz jamoasi iltimos qilishdi, yo'q demasdan kelishdi. Ko'chatlarni ekib berdilar. Masjidimizning mana kitoblarini qarang. Shu kitoblarni cho'ntaklardan xarj qilib olib kelib berdilar. Tasbihlarimiz mana chiroyli tasbihlar. Masjidimiz Xudo xolasa go'zal, eng ibratli, eng namunali masjid bo'lishi kerak. Har doim shunday bo'lib qolishi kerak. Allohim o'zing barchamizdan rozi bo'lgin. Gunohlarimizni kechirgin. Allohim so'raganlarimizni bizga bergin. So'raganlarimizni afzalini bergin. Dunyo, oxirat yaxshiliklarni barchamizga oson qilgin. Shu baytingni obod qilib kelgan, bugun obod qilib turgan, bizdan keyin obod qilajak barcha me'morlaridan o'zing rozi bo'lgin. Ajrlarida ularni ota va onalarini ham sherik qilgin. Ahli oila farzandlarini ham sherik qilgin. Ortimizdan mana shunday zurriyotlar qiyomat qadar davomli bo'lsin. Naslimizdan yomonlar, osiylar chiqmasin. Mana bu yo'lda olib borilayotgan barcha poklik, tozalik, ozodalik yo'lida har bir jonbozlik ko'rsatayotgan insonlardan o'zing rozi bo'lgin. Eng obod, eng rohatga to'la maskan jannatingni Allohim barchalarimizga nasib qilgin. Sallallahu va barik va sallim ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Taqabbal minna bi rahmatik.